Stadtplan. Bu qo'shma yoki murakkab so'zimiz ikkita o'tdan tarkib topgan. Birinchisi die Stadt, bu shahar degani, женский roddagi so'z. Ikkinchisi der Plan, bu reja degani, мужской roddagi so'z. Demak, der Stadtplan, bu shahar rejasi degani. Bilib turganingizdek, bu darsimiz so'z boyligimizni oshirishga bag'ishlanadi. Ya'ni shaharlarda mavjud bo'lgan binolarning nemis tilida qanday atalishini ko'rib chiqamiz. Siz bilan yana Dilnaz Steinbock sahifamga obuna bo'ling hamda nemis tilini shu ondan o'rganishni boshlang. Nemis tilida yangi so'zlarni shunchaki tarjimasini yodlash kifoya qilmaydi. Ularni rodini qo'shib yodlash kerak. Aks holda ertaga nemis tilida yangi gaplar tuzayotganingizda sizda yaxshigina muammolar kelib chiqishi mumkin. Demak, so'zlarni bugungi darsda ko'radigan so'zlarni rodini yodlash sizga osonroq bo'lishi uchun ularning deyarli barchasi juft qilib keltirilgan. Bu sizga ancha qulay bo'ladi degan umiddamiz. Demak, boshladik. Das Museum. Das Museum. Muzey. Ko'plik shakli. Die Museen. Die Museen. So'zning ko'plik shakli yasalishiga e'tibor berasiz. Das Hotel. Das Hotel. Mehmonxona. Ko'plik shakli. Die Hotels. Die Hotels. Demak, bu ikkita so'zimiz ham sredniy roddagi so'z hisoblanadi. Das Theater. Das Theater. Teatr. Ko'plik shakli. Die Theater. Die Theater. Demak, bu so'zimizning ko'plik shakli faqatgina artiklning o'zgarishi bilan yasalmoqda. Das Kino. Das Kino. Kinoteatr. Ko'plik shakli. Die Kinos. Die Kinos. E'tibor bering. Bu yerdagi so'zlarning hammasida binolarning nomi keltirilgan. Das Restaurant. Das Restaurant. Restoran. Ko'plik shakli. Die Restaurants. Die Restaurants. Bu so'zimiz fransuz tilidan o'zlashtirilgan so'z bo'lganligi uchun ham o'qilishi o'zgacha, shunga e'tibor berasiz. Das Café. Das Café. Kafe. Ko'plik shakli. Die Cafés. Die Cafés. Das Institut. Das Institut. Institut. Ko'plik shakli. Die Institute. Die Institute. Das Krankenhaus. Das Krankenhaus. Kasalxona. Ko'plik shakli. Die Krankenhäuser. Die Krankenhäuser. Umlaut bilan u unlisi yonma-yon kelganda oy shaklda talaffuz qilinadi. Die Universität. Die Universität. Universitet. Ko'plik shakli. Die Universitäten. Die Universitäten. Die Bibliothek. Die Bibliothek. Kutubxona. Ko'plik shakli. Die Bibliotheken. Die Bibliotheken. Die Bank. Die Bank. Bank. Ko'plik shakli. Die Banken. Die Banken. Die Oper. Die Oper. Opera. Ko'plik shakli. Die Opern. Die Opern. So'z oxirida yoki bo'g'in oxirida kelgan er harfi a shaklida talaffuz qilinadi. Die Tankstelle. Die Tankstelle. Avtomobillarga yoqilg'i qo'yish shoxobchasi. Ko'plik shakli. Die Tankstellen.
Die Tankstellen. Die Post. Die Post. Pochta. Ya'ni pochta binosi nazarda tutilmoqda. Die Posten. Die Posten. Bu kublik shakli. Die Apotheke. Die Apotheke. Dorixona. Kublik shakli. Die Apotheken. Die Apotheken. Der Flughafen. Der Flughafen. Aeroport. Kublik shakli. Die Flughafen. Die Flughafen. Demak, kublik shakli A harfi A umlatining o'zgarishi bilan yasalmoqda. Der Bahnhof. Der Bahnhof. Temir yo'l vokzali. Kublik shakli. Die Bahnhöfe. Die Bahnhöfe. Der Supermarkt. Der Supermarkt. Supermarket. Kublik shakli. Die Supermärkte. Die Supermärkte. Der Market. Der Market. Bozor, yarmarka. Kublik shakli. Die Märkte. Die Märkte. Der Zoo. Der Zoo. Hayvonot bog'i. Kublik shakli. Die Zoos. Die Zoos. Der Garten. Der Garten. Bog. Kublik shakli. Die Gärten. Die Gärten. Der Park. Der Park. Istirohat bog'i. Kublik shakli. Die Parks. Die Parks. Der Parkplatz. Der Parkplatz. Avtomobillar to'xtash joyi. Kublik shakli. Die Parkplätze. Die Parkplätze.